Assalamu alaykum qadrli anglag'uchilar, anglayotganinglar mahallamni yo'ratgan ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Bir bala 6 yosh vaqtida otasidan ayrilib yetim qoldi. Kunlar bo'lsa shunchalik og'ir edi. Onasi o'g'ilni beqish uchun ish istadi. Lekin hech yer uni ishchilikqa olmadi. Onasini faqat bir qurilish o'rni oz ish haqi bilan ishga ilishga qo'shildi. Ayol qurilishda ishlab o'g'ilni boqdi. Ardın xili ko'p yillar o'tdi. Bola cho'ng bo'lib, xo'jayin bo'ldi. Shahar markazida bir shahona uyning setildiganligi e'lon qilindi. Xo'jayin uyning egisining yeniga kelib so'radi. Bu uyingizning narxi qancha? Uyning egisi $850,000 dedi. Bala $850,000 darhol uning qo'liga tutqizdi. Uyning egisi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga setildi. Bugundan boshlab uy sizningki. Lekin siz savdo qilishni bilmaydi ekansiz. Agar siz bir oz talashgan bo'lsangiz, uyning narxini tushirib beratdim. Siz haqiqatan savdo qilishni bilmaydi ekansiz, dedi. Bala uy sohibiga shundoq dedi. Sizga deb qo'yay, agar uyning narxi buningdan yuqori deganingizdimi, ham talashmasdan setib olatdim, dedi. Uy sohibi hayronlik ilkida baladan so'radi. Bu uyning nemisi sizni bunchalar o'ziga tortdi? Men hayron qoldim, dedi uy sohibi. Bala 20 yil avval bu uyning qurilishida mening onam jafo tortib, qish to'shib meni boqqan. Endi bo'lsa bu uyni onamga so'q qilmoqchiman. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizga agishing.